Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Xohlasa mana ishimizni ham boshlab oldik. Kanal ismini chiqaryapmiz. Firmalarimiz mana chiroyli qilib terib oldik. Qo'shni tarafga 20 qilib chiqarib berdi akamiz. Qo'shni tarafga ozroq muammosi bor shekilli, bilmadim, 20 qilib chiqarib beraveradi yo'q. Chiroyli qilib akamizga topshiryapmiz. Ertaga nasib qilsa ishimiz tugaydi. Firmalarimiz kanal profildan bo'lgan. 25 ga 12 joyimiz. Burchaklarimiz. Firmalarimiz orasi 1.30 dan tushgan. Materialimiz 7 xil materialdan ishlatdik, kanal profilda. Chiroyli qilib kanal qismini ham bo'yamiz. Tepada rekalarni endi ertadan tortishni boshlaymiz. Ustaga uni zo'rga qilyapti. Xizmatlar bo'lsa, xudo xolasa xizmatlarni aytaverasizlar, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Tom, naves, issiqxona, parni, so'rtay, stadion xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Tayini shotirlik qilib berdi akamizga 12,5 joyimiz. Bemalol ustiga loy bosib, tunga desa tunga, shibir desa shibirga tayyor holatda ertaga bitadi. Kanallarimiz mana.